Hamma salom bolalar. Bugun sizlar bilan Mark. Do'stlar, bugungi videoda nima qilamiz desanglar, bugungi videoda 100 kun so'rov qilamiz. Qani ketdi. Bolalar, yana bir narsa aytib o'taman. Mana 6 ta daraxt qayerdan kelib qoldi deganda, 6 ta daraxtda shu video olinmay qolgan paytda chovib bo'ldi. O'zi 6 tagina hech narsa qilmaydi ya bolalar. Keyin yana bir narsa, men shu 10 blokda 5 oy oldin chiqargan videomda 10 blokda konkurs qilyapman degandim. 40 ta obunachi bo'lsa, agar 40 ta obunachi bo'lsa, konkurs qilyapman degandim. O'sha cho'zilib ketdi. 5 oydan beri cho'zilib ketdi. Endi bolalar cho'zilmaydi. Uzr so'rayman, yana ancha paytdan beri video ham chiqmay qo'ydi. Uzr, lekin endi unaqa bo'lmaydi. Full away holatda to'xtamaymiz, короче. Full. Unaqa bo'lmaydi. Yo shu 10-yanvarda yoki 11-yanvarda, hozir 5-yanvar, o'shanda o'sha 10-yanvar yoki 11-yanvar kuni konkurs boshlanadi. Unaqa bo'lmaydi endi. Uzr so'rayman, lekin bolalar ancha cho'zilib ketdi. Bolalar, keyin yana bir narsaga e'tibor berishlaring mumkin. Men skinim yo'q bo'lib qolganda, nimagadir men skinimni qo'ya olmayapman. Umuman skinimni qo'ya olmayapman. Minecraft skinimni umuman qo'ya olmayapman. Borku nimaligini bilmadim. Nima qo'yish kerak, ishlamayapti skinim borku, ishlamayapti. Minecraftga tushmayapti bor. Skinim nimagadir bilmadim. Unisini o'shanga oddiy skinda o'ynab turibman, lekin keyingi qismlarda full bo'ladi. Nima deydi, o'zim skinimda o'ynayman. O'zim skinimda o'ynayman. Bu birinchi kun, 3 kun survivalimizda birinchi kuni. Hozircha yaxshi ketyapti. Demak, bitta bolg'a, bitta tapor. Qarchi, 100 kun survivalda unaqa ajdarlar o'ldirmaymiz-da. Shu o'zimiz ishimizni qilib uylar quramiz, vijvaniya qilamiz-da, qarchi. Birozgina daraxt to'plab olay. Hoppa. Bo'ldi. Endi ovqat to'plab olaman. Bu kuchuk ekan. Yangi teri. Sigir. Yaxshi, 3 ta go'sht bu. Juda zo'r naqa berdi. 3 ta go'sht bilan 2 ta ter berdi. Bola, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Uzr so'rayman, tilim kelishmayapti unchaga, chunki 5 oydan beri video olmadim. 5 oy. Ancha bo'lib ketdi o'zi ham. Oppa chiqamiz. Yaxshi. Qolganim. Birinchi kun, qarchi 100 kun yashab qolishimiz kerak deb madram qildi. Ana bo'ldi. Endi g'orga tushamiz. Keyin bitta yaxshi joy topamiz-da, o'sha yerda uy quramiz. Chiqamiz. Oppale. Ular обязательно. Zombi. Chiqa voy. Voy. Voy, men katta okean yo'qdi. Voy. Endi u betga qaytib o'tib olamiz. Nima qilamiz? Qochamiz, ketdik. Birinchi kundan o'lib ketmaymiz, birinchi kundan. Bular. Agar birinchi kundan o'lib ketsam, bo'ldi, men Minecraftni o'chirib yuborsam kerak. Oppa. Bo'ldi. Bola, videom qo'yilib ketdi. Videom qiziqarli chiqibdi deb umid qilaman. Like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bola, keyin harbiy hayoti bilan
taksi hayoti qo'ygandim. O'sha illik ovoz bo'lib turibdi-da. O'sha bir kim bosib yuboringlar, dars ko'paysin. Darsini olaylik endi. Voy, tiqib qoldim. Jonim ham kam qoldi. Bizdami? Oppa. Bitta qishloq topish kerak birinchi o'rinda. Qishloqdan uy va men tilim kelishmayapti. Uy quramiz. Oppa, buni betga ovqatxona, bu betga. Bo'ldi. Xo'p, ikkimini kutib turaylik. Ana pishsin o'qib. Buloy. Voy, nima chaqsa bu? Davay, buloy. Buni bu yoqqa bo'ldi. Endi olamiz. Voy, kechqurun tushibdi. Bizda endi yotoqxona yo'q, kravat yo'q, yotoqxona ham shu. O'zim cho'tki gapirib qo'yibman, bo'ldi. Voy, qishlik zonaga ketib qolyapti, shu manaxdan yuramiz. Davay, buloy. Yuguramiz. Oppa. Ular shuncha qilayotgan mehnatimga bitta like, podpiska bosib qo'yish unutmanglar. Konkursni ham 11-da yoki 10-da yanvarda boshlaymiz. Hozir 5-yanvar. 5 kun oldin yangi yil bo'lgandi. Hammalarni tabriklayman. Yangi yil o'tgan, lekin men endi tabriklayman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Voy, kechqurun tushibdi. Davay, yugur. Qishloq ham tezroq chiqa olmadi. O'sha yerdan yuquramiz-da. Qishloqdan yuquramiz. Ular keyingi qismda nima qilib ko'ray? Nima qilay, qarochi. Oppa. Kechqurun tushibdi. Ana qo'y, birinchi qo'yamiz. Netta ham bitta qo'y ko'rdim hozirgina. Qani? Voy, yugur. Shu yerga kirib olamiz. Voy, loyqani bu qo'yib qo'ydim. Endi ertalab tushishini videoni to'xtatib turaman. Ertalab tushib olsin. Bo'ldi, ertalab ham tushdi. Oppa. Chiqib olish kerak. Oppa, bo'ldi. Gazlaymiz. Endi tezroq bitta qishloq chiqish kerak. Mana anaqa kelyapti ekan. Ana taraflarda qishloq bo'lishi mumkin. O'sha yoqqa boraylikchi. Bo'ldi, endi like, podpiska bosing. O'zim ham video boshlangandan beri aytyapman. Endi o'zida video olish qiyin ekan. O'sha kontentni boshlamasimdan oldin, YouTube'ga kirib kelmasimdan oldin, shunaqa Minecraft yo'nalishida video olayotganlarni ko'rardim. Oson-ku, nimacha like, podpiska so'raydi derdim, lekin qiyin ekan bo'lar. Endi qishloq ana bu. Men ko'ryapsizlar, men sezdimda o'z. Mana shu yoqqa boraylikchi, qishloq bo'lar dedim. Nima uchun oqilay qishloq bu? Mayli. Farqi yo'q. Oppa. Skinimni ham harakat qilaman qaytarishga. Bu uyda o'zi moda olamiz. Oppa, qanday? Oppa, qayerdan yuquramiz? O golem, temir golem. Oppa. Modem chalib ketek. Hammasi cho'b yukra. Oppali. Mana. Oxiri
axiri ovqat topish shart emas. Bundan ko'pgina non yasasak bo'ladi. Hoppa, buni olamiz. Shunchalik kabi. Ha, ana bor. Bu mana bu yoqda ko'paygan bo'lar. Hoppalay, bolalar, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Boshqa yoqda qolmam. Короче, mana ikkitali uyda mana uyda birlashtirib olamizmi? Bo'ldimi? Aytimni to'g'rilab, короче, birlashtirib olamizmi? Davay bu. Yo'q, to'xtaylik. Hoppa, bundan chiqsak, kichkina. Keyingi qismda mebellar ham qo'shaman. Mebel yasaymiz. Hoppala, qanday qilsak bo'ladi? Qo'shvorayapmikan, bolalar? Qo'shvorayapmikan. Qani. Maqsam bo'ladi. Birinchi o'rinda non yasab olaylik. Hoppa. Yag'i o'zim aniqdan uy yasayman mana. Yoqda uy yasaveramiz. Demak, hoppa. Yaxshi. Mana ko'pgina non tilim kelishmayapti, uzr. Chunki 5 oydan beri video olmadim, uzr so'rayman bolalar. Hoppala. Hoppa. Bu yoqqa. Hop. Hoppa, bo'ldi. Endi buni olamiz, qaytib. Hoppala. Короче, mana uyni buzib tashlayman. Yoki mana uydami? Shu uyni buzib tashlayman. Bo'ldi, mana shu uyni buzib tashlayman. Yaxshigina daraxt, unaqa xodalar bor. Daraxtlar bor. Mana shu uyni buzib tashlab, o'zimga chotki uy quraman. Hoppa, bo'ldi. Kilka ham kerak bo'ladi. Bolalar, like, podpiska обязательно bosib qo'yinglar. Shuncha qilayotgan mehnatimga. Buni hoppala olamiz. Hoppa. Oldu. Tamam, sal nima edi? Короче, buni kechqurun olyapman. Kechqurun hamma uyqusi keladi, bilasizlar. Joy gapirolmaydi, doshlari ham o'zgarib ketadi odamni. Hoppa. O'ynasin deb tashlaymiz. Hoppale. Hamma yoqda buzib tashlaymiz. Короче, buni full naqa qilamiz. Yo'qib tashlaymiz bu uyni. Sinib ketdi. Demak, nima bu yoqqa? Demak, nima yasaymiz? Bolta. Bunga hoppa, bo'ldi. Kirib ketdi boshqa. Hoppa. Bize
bu videoda aniq, bu birinchi qismda aniq uy qurmayman. Uy qurishga video cho'zilib ketmashi kerak-da, garaj. Oppa. Videoda qurmayman. Kommentga yozib qo'yinglar. 2 qavatli qilaymi uyni yoki 1 qavatlimi? Qaysi biri? 2 qavatli qilaymi yoki 1 qavatli? Oppa. Hamma yaxshi yo'q qilishimiz kerak. Voy, vobshem ko'p unaqa ketgan ekan. Iya, qaqa tushib ketdim. Ne ko'rsatmoqchi edim, tushib ketdim mana. O'zim vobshem ko'p doskalar ketgan bo'lishi mumkin. Nomini bilmayman, короче. Men bir xil naqalarda короче, bir xil youtuberlarda buni doska deyishyapti. Doska deydi. Sizlar youtuberlar ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Bilmadim. Men qaysi youtuberda aytyapman, o'shani ham yozib qo'yinglar kommentga. Konkursda ham 10-da yoki 11-da. Buni ham vobshem ko'p aytyapman, endi esinglardan chiqib ketsa qaytarib qo'yay debman-da. Oppa, polli yo'q tashlash kerak. Demak, bu yoqqa buni olamiz. Yaxshi. Oppa. Ye. Tasini ikkalasiga bir bu yoqqa o'tib ketyapti. Voy, yana kechqurun tushyapti. Mayda yotoqxona bormidi. Uxlavoraylik, ertalab qilib qo'yaylik deysiz. Yo'q ekan. Mayli, o'zimiz qo'yamiz. Ana uxladik. Oppale, turdik. Hop. Tushyapmiz pastga. Qornim och qolibdi-ku. Buni bu yoqqa. Yo, bu yoqqa. Nona bu yoqqa, pechka bu yoqqa. Bu nima edi? Bu ham bu yoqqa. Yo'q, shuni. O'zi adashmasam 3-kun ketyapti-da, 3 kun ketyapti. Bitta o'zi tosh qolibdi, shuni ham olib tashay. O'zi pashti anaqa bo'ldi. Обязательно yozib qo'yinglar kommentga. Qanaqa 2 qavatli uymi yoki 1 qavatlimi, shuni yozib qo'yinglar. Oppa. Yaxshi. Toshni ham olamiz. Oppa. Menimcha 2 qavatli uy chiroyli chiqsa kerak, menimcha-da, endi men o'ylashim bo'yicha. Oppa, yaxshi. Qo'l yetmas ekan, yetmas ekan. Oppa, yaxshi. Oppale.
Yana bir narsa, Instagram kanal ochaymi? Shu Instagram kanal ochaymi? Kanal deb bana. Men kelishmayapti baqqa. Shu Instagram akkaunt ochaymi? Shu Mark deb o'zimiz trend. Короче, bo'ldi, короче, ochaymi? Men tilim kelishmayapti nimagadir bo'ldi. Shitdan o'tdi, shitdan. Опа. Voy, 80 o'zi. Voy, yana bolg'a naga yetmib sinadi hozir. Birosan keyin sinadi. Hozir 2 minut. Hozir sinadi. Mashina keyin sinsa kerak. Yoki mashina keyin. Vo ana. Topdim men. Qanday qaytib chiqaman? Yana qaytib tushib yana qaytib. Demak, bolg'a. Bolg'aga. O'zim aytgan, bitta, ikkita, 3 tani qo'ysak, qo'limiz bemalol yetadi. Shuni nimaga vaqtliroq o'ylamaymiz? 8 ta bilan tepaga chiqyapman. O'zim nega yeyaman-da? Oppa. Like, подписка bosib qo'yinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Hammasini o'z bash tugatdik. Oppale. Yaxshi, mana turishim. Yaxshi, ketdi, o'zim yetmay qolamiz. Hammaga xayr bo'lsin, sog' va salomat bo'linglar. Ikkinchi qismda yaqinda olamiz. Hammaga xayr.